Ehtiyojim. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bir ism sifatlariga to'xtaladigan bo'lsak, Abu Bakr o'zi kim edi? Kimda ma'lumot bor? Bilgan ma'lumot bor. Abu Bakr Siddiq haqida eshitsangiz, sizning hayolimga keladi. Kimda qanaqa ma'lumot bor? Erkaklardan birinchi. Maşallah. Erkaklardan birinchi bo'lib iymon keltirgan inson. Hop. Hop, azda qaranglar. O'zim aytaman. Balki uyalakkan bo'lsanglar kerak. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kim edi? Islomda birinchi bo'lib iymon keltirgan inson. Ya'ni bizni dinimizda birinchi bo'lib iymon keltirgan erkak insonlar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganki, qiyomat kunida birinchi bo'lib Rasululloh alayhisalom chiqadi. Ikkinchi bo'lib